Assalomu alaykum. Termiz ish savdosi aziz obunachilari, sizlarga Termiz shahar Partizandan hovli chiqaryapmiz. Ko'rib turganingizdek, mashhur klinikasidan namunaga ketish yo'lida temiryo'l vokzalidan o'tgandan so'ng chap qo'ldagi hovlilarda bo'lib turibdi. Qarshimizdagi hovlimiz sotuvda, umumiy maydoni 4 sotuvni tashkil qilgan 5 ta xonadan iborat hovlimiz sotuvda. Videomizga hozirdan like tugmachasini bosib, Termiz ish savdosi sahifasiga obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan birgalikda uyimizni ko'rib chiqamiz. To'g'rimizdagi detskiy kommunat desak bo'ladi. Xonalarning razmeri deyarli bir xil qurilgan. Uyimiz 2015-yilda xom g'ishtdan ko'tarilgan bo'lib, yangi uylar hisoblanadi aziz obunachilar. Narxi ham juda qulay bo'lyapti. Narxi necha pul deysizmi? Narxi 650 million so'm deb baholadik. Yanada kelishadigan joylari mavjud. Faqatgina naqd pulga olishingiz mumkin aziz obunachilar. Bu ikkinchi xonasi edi. To'g'rimizda mehmonxonasi joylashgan. Ko'rib turganingizdek, mehmonxonasi ham yaqinda remontdan chiqarilib, tayyor holatga keltirilib qo'yibdi. Lokatsiya juda yaxshi joydan bo'lyapti. Gaz, suv, svet aslo muammo yo'q. Oqma gaz mavjud. Tinch mahalladan bo'lyapti. Partizanda, Termiz shahridan. Tezda shoshilib qolamiz aziz obunachilar. Ko'rib turganingizdek, chegaralarini ko'rsatib o'tdik. 4 devor qilingan, 4 ta tarafdan chegaralari. Bolanshin nomer 99 kodi bilan 716 53 78